Siz to'liq chaqchaq ekansiz. Hozir hammasi Angliyaning chirkovlari, Fransiyaning chirkovlariga hech kim ishonmaydi. To'xtang. Men odam emasman. Hey, men sizlarni meni qo'g'dashga yo'llagan edim-ku. Men birdan aram olay. Oshxonada deydigan narsalar bor. Xalqning ochiyanglar. Ha, qo'sig'im toza oshqan. Azroq birim yo'laylik. Bu qanday musiqa? Ben bile görüş güzel kullanmaya adam sen. O qandaqroq? Bu buvay betalarni yasalgan ekan. Oh, Parvardigorim, biz kechikib qoldik. Betala o'q o'tmas kiyimning materiali. İtalyan sözlemesiniz-chi, qo'rqinimda yurgim qibitin chiqib ketaydi. Vel, siz meni yo'qlab keldingizmi? Ha, sizni yo'qlab keldim. Men yangi gul, yana tamli qaymoqli kakcha g'ash keldim. Siz nima degan obdan bola? Nega? Kelib meni quchoqlab qo'y qizim. Oh. Buni kim qildi? Antoni Snowy olamdan o'tgandan keyin Snowy jamiyati uzundan beri bizga suiqasd qilishni to'xtatmadi. Men aslida masala hal bo'lib ketdi deb deganman. Biroq men navram bilan ayrim so'zlashib olay bo'lamdi. Vel. Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Men sizga deb qo'yay deb turatdim. Tavuk kaktusini mikrodolqinli o'choqda 15 sekund qizitib etsiz. Kelanegi. O'ltir. O'ltir. Nimishti bova? Nega? Men bir sizning mening o'rnimga o'tishiga muhtoj bo'layapman. Bundaq demang bova. Men texi o'lmayman. Yaram saqayson nega? Ma'qulmi? Ma'qul. Hozir halqiliq mazgil. Bizning transport korxonamizda bir yoqlik qilishga tegishli nurg'un ish bor. Yana nurg'un ishlar bor. Men hozir san demayman. Pensiya tag'am bir yoqlik qilmamdi. Nega? Men seni bosh qursinmikin da'vatman. Sahib Jamal Qaysar Vel Irones go'yo osmondan tushgandek qovul kuchlardan tarkib topgan Los Anjelesdagi Munavvar qo'dg'uvchilar shirkatiga yetakchilik qilib, eng xatarli qo'dash vazifalarini kayni-kaynidan ko'rinarli o'rindadi.
Bilamsiz, uning bovisi jamoatining egiligini boshqarishni bizning Nigiga topshirmoqchi bo'pti. Intayin tez bu Guldugunni boshqargan ish emas. Dasha to'g'ri dedi. O intayin og'ir vazifa. Men mushundaq ishni qilib kelyapman-ku. Siz rad qilamamsiz? Nurg'un ishlarni boshqarishga odam kerak-da. Masalan, transport korxonasi. Uni rad qilishga ko'nglim unmaydi. Ah xudo, meni notanish bir dunyoga olib tashlading-ku. Har kuni boshqalarga buyruq tushirish kerak. Bu ishdan qachon qutulaman deb ko'zim ketdi. Fel, siz hozir shundaq. Shundaqmi? Aros, mening oqibatimchi. Mayli siz qanday qaror chiqaring. Hammamiz sizni qo'llaymiz. Balaga qammisli bo'ladi-ku. Unda huquq odamni bek jalb qiladi. Ansirmanglar, men Nigining balaga qamasligiga kabolatlik qilaman. Nigi? Mush fursatdan foydalanib bo'ngizning qonunli tijorat qilishiga yordamlashing. Go'yoki Pop degan kinodagi Michaelga o'xshash. Michael azaldan qonunli tijorat qilmagan. U tirishchilik ko'rsatgan. Bu musohilga qasdlik uchun tip chiqadi. Mening bundaq ishni boshqarg'im yo'q. Men bu kasbning ahli. Siz meni maslahatchilikka taklif qilsangiz bo'ladi. Yaxshi-ku. Rasma? Ras. Ems men hozirlik deb beringchi. Keynimizlik aplaqdan qanday qutulamiz? Biroq men endi vazifaga o'ltirdim-da. Men boshqalarning iziga tushgan odamga bekkush. Sizlar nima qilmoqchi? Efendi, cemiyetimizden egiligini boshqarishni sizga topshirgan bo'lsa-mu, lekin men sizga yana buning qanday egilik ekanligini deb Siz mendan qo'ymoqchi. xotirjam bo'lolmayapsiz. To'g'ri dedingiz. Men degan sizning yezdingiz. Men siz bilan qarshilashmayman, ammo sizga bergan taklifim shuki, siz tasadduqiy bo'lsa-mu, yana ko'ylak kiyib oling. Bunaqa men qo'shilaman. Efendiga suiqasd qilganlardan uchimizni olmasak, biz boshqa turib turolmaymiz. Vaholanki bu ish sizning qo'lingizdan kelmaydi. Efendi men urushmaslikni aytdi. Men uning gapini anglayman. Mening uni hurmat qilmaganim emas, biroq u yashinib qoldi. Ormanga tushlik berma yo'q. Sizdek o'zining otisidan norozi bo'lib yurgan odam yashinib qoldi desak bo'ladi. Hey! Sizga shuni deb qo'yay. Mas'ul kishi kim? Men? Mas'ul bormi? To'g'ri, Nigidan og'rinmang. Chunki sizda bu huquq yo'q. Transport korxonasini boshqarishni sizga topshirmagan, lekin buni Nigidan ko'rsangiz bo'lmaydi. Men faqat qasdlig'ichining kimligini tekshirib aniqlamoqchi, esingizda bo'lsa nega? Hay, siz me ehtiyot qiling. Mashinada manga be. Sen kim? Men Tony Snowy. Aşkışni manga be. Sen Tony Sampran'ı bo'lsang karim yo'q. Bunun kimning mashinasi ekanligini bilamsan? Franka oilasi. Yo'q, o degan mening. Tony, u bizni faqat xabar yetkazishga lavatgan mashina bulanglar demagan. Gapimni angla, birodar. U gitar chalishga mahir bo'lsa-mu, lekin bizning tijoratimizdan qilchi xabari yo'q. Mushunda xabar yetkazish kerak. Hammaga ayon, Amerikadagi Italiya shirkatlarining hammasi dastlabida nihoyat qiyin ahvolda edi. Vantis Omani Nigulovga o'xshash. Kechiringlar. Sizlar yuzak ahvolni bilibla bu yerga kelib qo'mondonlik qilaman desanglar, bo'lmaydi-da. Sizlarmi bizga bir tushunish jarayoni berishinglar kerak. Bizning buni qabul qilganimizga 2 soatmi bo'lmadi? Gapimga quloq soling. Bovam davolanayotdi. U yo'q chaqda menga hurmat qilganingiz, bovamga hurmat qilganingiz bo'ladi. Bo'ladi. Ular parakandachilik saldi. Sizning qanday planingiz bor ekan? U boshqa gap. Qaraganda siz sinab beqish oldirayotgan o'xshaysiz. Siz bizning shaklimizni yoqtirmaydigan o'xshamamsiz. Eli xalta ko'cha kirib qolgandek. Ko'pchilik a'nolar biz qaytadan o'rlashtiramiz. Biz 3 jihatga alayda diqqat qilishimiz kerak. Mahorat,
Sağlamlıq. Həmmədə mühimi şəkil. Biz qadimqi davrda yaşayotgandek bo'lib qoldik deysiz. To'g'ri. Bizda 21-asrning qiyofati bo'lish kerak. Hozir shundoq bo'lsin. Hey, nega? Qayerga borasiz, tag'in? Ben olib qo'yay. Oy. Ne bo'ldi? Ha? Ne bo'ldi deyman? Tez. Oh, rangi bo'ladi ekan. O'rniga qarab boqay. Qon yarashdi. Oh, ishni bitirdi. Oh. Qo'rim tizimligiga tuz tish kirgizdik. Bo'lmasa qon tomiringiz tosilib qoladi. Bu nima? Bu sho'xli qo'shilgan dufu qiyomi. Apam hamisha sog'lom qaroqchi, xo'shalxo'ram qaroqchi hisoblanadi deydi. Amaliyotda uning degani qizchaq edi. Men Tamiyxona maskan. İmzayınızı qo'ying. Rahmat. Xo'jayin, tez kelib qarab baqma. Nima? To'pa. Sinoviy oilasi evatgan uchurkan. Nima? Ular yangi yo'nalishga pulimiz yo'q deganimi ekan? Ular bizning ziminimizni bulashib kelgan nima? Hozir ularning apandiga tuyuqsiz hujum qilganligini muayyanlashtirishga bo'ladi. Biz intiqom olishimiz kerak. Sinoviy oilasidagilar dengiz bo'yida. Sizlardagi odamlar dengiz bo'yiga berib nima qilasizlar? Sinoviy xonimning ig'ir zikislar bor. Dengiz bo'yining havosi uningga foyda qiladi. Biz uning dengiz o'tidek qurib ketishini umid qilamiz. Porli mashin tayyorla. Xo'p, Basangiz bo'lmaydi. biz harakatlanishimiz kerak. Bo'lmasa ular bostirib kelsa, aman qolmaymiz. Ular bostirib kelmisimi, biz omon qolmaymiz, angladingizmi? Nima bu? Bu ularning yangi asrga uchur yetkazish shakli. Ilgari hech kim bunda qilmagan edi. Hey! Nega? Men o'ylagandan qiyin ekan desa. Men gap qilay. Hay, yaxshimisiz? Biz Sinoviy apandi bilan ko'rishmoqchi. U yo'q. U qachon qaytib keladi? Demidi. Bunda qilin kiyinib berib ismidingizmi? Simidi. Biz Toni bilan ko'rishmoqchi. Bo'lmaydi. Siz bir eg'iz gap bilan javob berishni bilamsiz? Ba'zi ikki eg'iz. Ems bu qaytdimchi. Oh, nega Frankimsiz? Hay, Sinoviy xonim. Bo'g'ingiz qandaqroq? U betalardan yasalgan. Yaxshi. Oh, sizning ko'mgil uzun bo'pti. Siz kichik vaqtingizda har qatim Shukroniyat bayrami kelganda bizniki kelib o'ynab ketdingiz. Ajab, men bilmaydi ekanman. O, ilgir kishlar. Bu yoq mening do'stim Vel bo'ladi. Vel Ironis. Negining maslahatchisi. Shundoq bo'lg'achqa sizga bir taklif bergim kelyapti. Siz yashanganda murabbiyingizdan ayrilib qolibsiz. Eng yaxshisi bir hamroh tepib oling. Rahmat. Siz tul bo'lgandan keyin men yaxshi bir nomzod ko'stay. Vel, chaqchaq qilmasangiz-chi. Men muhabbatga chaqchaq qilmayman. Negining tog'isi Vincentni tanimsiz. Albatta. Biz billa tersag'i bo'lgan. Qandaq o'yin chiqqan ekan. Biroq
Men xohlagancha birsini tepib, mening Antonimning o'rnini qo'yishni xohlamayman. qarang, kim keldi? Sen yan buvamga ziyonkashlik qiladigan bo'lsang, sen hergiz Siz bilan ko'rishganligimdan to'liq xushalman. Siz oiladagi ishlarga aralashmayman degan edingiz-ku. Sen buvamni yaralantirmagan bo'lsang, men aralashmaydim. Uni biz qilmadik. Mayker. Seni gap qilma degandikin, jim tur. Uqdingmi? Siz bu ish bilan munosabatim yo'q demoqchi, shundaqmi? Toni, nima ish oldi? Appa, tijorat to'g'risidagi ish, qaring bo'lmasin. Rost tijorat to'g'risidagi ish. Emas tijoratni qil. Suv uzmamdiq, suv uzish kiyimimni mağash kelgan edim. Kay, bugun Feber apandi bilan ko'rishmoqchi edingiz-ku. To'g'ri, men Negining bizga hojat tushib qolamdikin deb barliq uchrashishni rad qildim. Bir qarorga keldingizmi? Ha. Qaroringiz aniqmi? Toza aniq emas. To'g'ri, bizning yana o'zimizning tijoratimiz bor. Kovik, yushirini anglash apparati qanday bo'ldi? Ular tayyorlab etibdi. Nega to'g'risida bir xabar bormi? Azrahmi yo'q. U yaqindan beri bek aldirash bo'lib ketibdi. Xizmatimizni boshlaylik. Tekshirish idorasining materialini topdingizmi? Yo'q, texi. Biroq men to'satdan Frank apandining qarg'urikliklarning danglik shaxslarini izlash tor betida paydo bo'lganligini sezib qoldim. U eng oxirgi qatim seshanba kuni paydo bo'ldi. Harbiy chipangning oldida Fransiz farmer bilan suhbatlashdi. U uning raqobatlashadigan eng chong raqibi. Bu yerga Los Angeles har kuni danglik shaxslarni ko'rib turadigan gap. Agar bu rost bo'ladigan bo'lsa, apandi Negini oldigan bo'ladi. Birisi g'aybitimni qilib o'tibdi-da, qo'lig'im qizib ketdi desa. Hay, Negi. Bugun ajab bo'sh vaqtingiz chiqib qopti-ku. Velchu. O'yliq so'ltaklarni ilib beverlik so'zigil ketdi. Men o'qilib olay deb qaytib keldim. Apandi rostdan farmer bilan ko'rishgan ekan. Men boya g'arbiy shipan ko'chasining udildagi avtomatik pul elish mashinasining sinalg'iliq kuzatish sistemasi to'g'ridagi go'jatga amdil kirib turatdim. Ular shu yerda ekan. U jinidan ayrilg'il qil qolgan tursa, sizlar yana uning yig'ini tatlayapsizlar-ku. Biz unda qilmadik. Faqat apandi sizdan yushirayotgan ishlar bormikin deb qoldim. Sizlarni yaxshi do'stlarim deb ketdikanman. Biroq sizlar men bilan buvamning munosabatiga bo'lginchilik solmoqchi bo'ldingiz. Biz albatta yaxshi do'stlar. Sho'ng sizga yordamlashib kimning zaharli qo'lini sog'lig'ini tepishib beraylik. O'zimning amali bor. Agar shunday qiladigan bo'lsangiz, bizning yordamimizdan umid kutmang. Kim sizlarning yordamingizdan umid kutibdi? Angla, seshanba kuni soat 10da sho'pirlar yig'in atisiz. Soat 2da qarz yig'ishga borsiz. Bir sizga $5000 qarzdor. Bu ishni bekor qilib etay. Bo'lmasa sizning vaqtingiz chiqmagidak. Vaqt degan ko'p. Biroq men kiyimni osti yangi ishlayman. Nega? Shukroniyat bayramida raqiblarning uyiga berib o'ynab kelish an'anaviy odatmi? Siz sinoviy jamiyatining ishini ko'zda tutib o'tamsiz. Bovam Antoni bilan birga cho'ng bo'lgan. Keyin chiqishamay ayrilib ketgan. Fikrda birlik ikkilamaymi? G'ururim deb bo'lmamdi. Bovam apandi bo'ldi. Rahmatlik Antoni bo'lamagan edi. U bovamning qo'l ostida ishlashni xohlamadi. Shuning bilan chiqib ketib o'z oldiga ish qildi. Men dashani tushunishga boshladim. Kirsam bo'lamdi. Bo'ladi. Kira. Siz bugun bizni hayron qoldirdingiz. Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, biz allaqachon hukmtalqon bo'lib ketdik. Men siz apandi bo'ldingiz. Men qamlashtira olmayman. Qamlashtira olasiz. U degan bovamga emas. Sizcha buni menga kim bergandi? Siz bir necha aylan bilan ko'rishsiz. Amiz kiyim almashtirib yil. Buvamning paychakini setib etganligini nima ish qilmoq demidingiz? Men bilmadim. Men dedim-ku. Uningda armanga tushlik darma yo'q deb. Agar ular bu ahvolni bilib qolsa, bizning ojizligimizni tepib oladi. Siz nega yordam bermayman degandingiz-ku? Men shunday degan. Amsi bu yerda nima ish qilsiz? Ko'zitib
Siz negining bo'lmadi bizning avatganligimizni bilib kelishidan ansirmabsiz? Michael, andish qilma. Bizning kuchimizning zo'rayganligini hammasi biladi. Negimi biladi? U seni endi davomli andishiga solmaydi. Endi biz uningga eng oxirgi xabarni yetkazaylik. Men berib nega qo'rqtiray? Jon, to'xtang. Sizga deydigan gapim bor. Men bek aldirash. Hey! Sonoviy oilasidagilar sizga gen tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'pti. Siz qo'ldinishingiz kerak. Men undaq ishni ko'p ko'rdim. Parvoyim felak. Men sizni yolg'iz mang'uzmayman. Ems bexatarlik tasbisini bog'lab oling. O odamlar sizga bovingizning ishini debdi. Amaliyotda siz nishonning o'zingiz ekanligini bilibsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qaytib borganda u obdonroq tushuntirib qo'ysin. Albatta shunday qilaman-da. U qandaqroq? Nima degan adabsiz? Hay, bova. Siz cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz. Cho'qim. Belning atgan tamg'i nima degan ta'msiz? Men yiqilib qolayli dedim. Men sertib turib turay. Ish bo'lsa chaqirasiz. Rahmat. Sizlar chiqib turinglar. Dori yeyish vaqti keldi. Meningcha doktor uningga dori yegizib bo'lganda qilgan. Doktor bemorlarga dori yegizishni hargiz bilmaydi. Uning ustiga Frank apandining doktori yana 2 soatdan keyin ishga tushdi. Av yoqqa. O doktor emas. Siz tapanca işletishni yoqtirmaydingiz-ku. Hozir yoqtirilgan bo'lib qoldi. Siz iliqi doktorni ko'rmaganligingizni jazmlashtira olamsiz? Men uxlab qoptiman dedim-ku sana. Zodi nima ish bo'ldi? Alsam butun shaharga mol yetkazishga ishlatadigan paychekni setib etibsiz. Hamma sizni qamlashmagan ish qildi deyishyapti. Vincent, Tony, hatto mening satdoshlarim shunda qarayapti. Sencho. O'zimni bilmayman. Sen bevosita sezgunga ishongin. Qanday ish bo'lganligini menga deb bergan bo'lsangiz, men sal yaxshi bo'lib qolardim. Men sana deb beramayman. Biroq sen keyin hammani bilib qolasan. Biz malmanchilik besiqchi yurtimizga berib panohlanib tursak bo'lgan o'xshaydi. Sizga rostdan desam, Sitsiliyada mol setilish maydoni yo'q ekan. Sitsiliya? Men Sitsiliyani demedim. Meni da'vatqani mening yurtim Kanada. U yerda dunyo bo'yicha eng chong yer osti mol setish maydoni. Men kimning qilganligini topmay turib bu yerdan ketmayman. Bu qanday gap?
Ular kechkiç kaynimga kirib oldi. Ular qo'g'dig'ichilar. Qo'g'dig'ichi degan biz. Biroq u sizni yollamag'achqa ular sizni negining iziga tushdi deb qaraydi ekan. Siz unda qilmadingiz. Shundaqmi? Nega? Siz bizni yatloq qatorida ko'ryapsiz. Biz sizga chin ko'nglimizda yordam qilyapmiz. Kay qo'l yog'liqdan barmoq izini tepibdimi? Yo'q. Ustida gumonliq narsa bor ekan. Tekshirish orqali bir xil dori ekanligi sezildi. Bu qo'l yog'liqni cho'qim ziqqa kesilba bir bemor ishlatgan ekan. Ziqqa kesili? Sinoviy xonim. O yiliq doktor shumi? Biroq u nemish buvamga ziyonkashlik qiladigandu. Balkim apandi ayni chog'da Sinovidan eshib ketganligidan bo'lgandu. Biz uni do'stimiz deb yuribdimiz. U bizga yoshirin ziyonkashlik qilibdi. Havaning yaxshi. Xonqiz, xato kelib qolibsiz. Kechiring. Eshikni oching. Uyda odam yo'q. Amsi mening bu bo'shtim havoga tegsin. Rahmat. Arzimaydi. Nima qilyapsizlar? Sizlar nima ish qilmoqchi? Yo'qlash, tez yo'qlash. Nega? Bu sizning nima qilganingiz? Men apangsiz istab kelgan edim. Nimishdi? Uning siz bilan o'sha davat yo'qdi. Kim bilan? Buvam bilan. Bilmas bo'lamanmi? Men sizning nima davat qilganingizni tushunmadim-ku. Buvam Antoniyadan ishib ketganlikda siz ko'nglingizni o'chmanlik saqlab uningdan o'ch aldingiz. Mening qilch xabarim yo'q. Men o'lib ketgan erimning nomi bilan qasam qilib beray. Unda siz tunigan doktorxonaga bormadim deb qasam qilib bering. Opa, sen doktorxonaga borganmiding? Buni tushirib qo'yibsiz. Men sizni ularga o'xshamaydi deb yuribdiman. Gapimga quloq soling. Biz boshqalar qoranchiq bo'lib berishni yoqtirmaymiz. Qoranchiq? Men Qur'onni qo'limga ep baxmadim. Biroq siz og'am. Men qarg'a cho'qib o'diqdingiz. Yaqindan beri mashina dedingiz-ku deymi? Gapimni anglang. Agar men qilgan bo'lsam, u faqat bir ogohlantirish. Unda men sizga deb qo'yay. Appoz bu yerda bo'lmagan bo'lsa, men sizni hozir o'ldirib ketdim. Bo'ldi, nega? Doktorxonadagi ishni siz texi aniq demedingiz. Gapimga quloq soling. Agar siz haqiqiy ahvolni bilmoqchi bo'lsangiz, berib bo'g'ingizdan so'rang. Nega? Bu ay doktorxonadan qaytib keldi. Men bayli bir muncha DVD plastinkasini kelgaydim. Ko'ramsiz? Yo'q, rahmat. Bir yurish Disney va Pinoman bor. Kerak emas. Apandi qayerda? U kayinda optobga qoqilmayotdi. Tonidan telefon keldi. U siz bilan ko'rishatdim deydi. U xuddi jiniga yo'liqqandek bo'lib qopti. Siz ularga o'zingizning yangi apandi bo'lganligingizni deganmidingiz? Tonining ko'rishkish bo'lsa o'rinlashtiring. Agar ular qiltaq tushadigan bo'lsa, yeliq tashlandiq may zavodini uchirishadigan o'rin qilib belgilaydi. U yer chat. Nima qilyapsan? Nega har qanday shartga unamaydi? Shunga men sal turib sana belgi beray. Biz Şunu men sana belgi bergen hamman, sen derhal qo'l sal. Navoda chataq chiqarib qo'ydigan bo'lsang, ko'giligingni ko'rsan, uqdingmi? Ha, nega? Yaqinda beri qanday ketyapsan? Bilemsiz, bardoshlik bermayapman. Men sening jamoatimiz uchun xizmat qilishni xohlaydiganligini bilaman. Bova. Mening javobini bilgin ba. Siz bilan Sinoviy xonim o'tiringlarda nima ish bor? Men sening nima da'vat qilganingni tushunmadim-ku. Qiziq gap qop bu. U shundaq dedi. Siz meni o'zingizga ishonsin desangiz, siz menga ishonchingiz kerak-da. Men sana albatta ishonaman qizim. Biroq sen ba'zi ishlarni bilsang bo'lmaydi. Endi meni aldayman demang. Siz transport korxonasi biz uchun nihoyat muhim degan edingiz. Biroq pay chekini setib-siz. Unda oddiy emas. Amsi men berib Tonidan so'rab boqay. U men bilan ko'rishmoqchi bo'pti ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, bormagan. U seni o'ldirib O 2 qatim mag'lub bo'ldi. Uni 3-chi qatim yana shunday qilmaydi degili bo'lmaydi-da. Men o'zimni berib so'rasam-ku bo'ladi-g'anda. Hammanglar o'zinglarni erkin tutinglar. U keldi. Ben berip sözleşeyim.
Gapning qisqasi, siz o'rningizdan chekinsingizlar, barliq avarchilikdan qutulasiz. Jo'yilma so'tdek. Undaq bo'lsa, bizga boshqa amal yo'q endi. Sizning panolanadigan o'rningiz borligidan xushalman. Siz balalar qo'shiningizni boshlab kelibsiz-da. Ular balalar qo'shin emas, mening kasbdoshlarim. To'g'ri, biz so'zlashishni boshlaylik. Qanday qilgan masalani tinish hal qilib bo'ladi? Boshlaylik. Megi, siz nima deb keldingiz? Sizga yordamlashay deb. Siz apandini qo'g'itishingiz kerak edi. Porli amra bo'lib qahvaxona ketgan emasmidi? Porli 1 soat ilgari Vegasga ketdi. Oh, parvardigor. Hey, u ketyapti-ku. U ketdi. Meni siz bilan so'zlashkim yo'q, Franka. Franka? Hech kim menga bunday gap qilishga pitnamag'aydi. O'zinglarni beso'ylanglar. Bo'lmaydi. İntikam aldıgan pek geldi. Qaranliq qilmanglar. Mushundaq bo'lishini burilib ham bilgan edi. Men rostla sizga ishonmasligim kerakdi. Nega? Sen uni lavsuruq orqali meni o'ldirib o'tdi deganmiding? Bir nima demak qiyin. Siz eng yaxshi ko'rdiganlar. Men bu eg'izni intayi yaxshi ko'raman. Bu zot qanday gap? Biz qayerga borsak, birisi mening kaynimga kirib oldi deysiz. Men bu ishni qiyin degan edim-ku. Sizlar menga tezroq deb beringlarchi. Bu zot qanday ish? U yerda ular urushib ketdi. Antoni, olamdan o'tgandan keyin men bo'g'ingiz bilan maxfiy uchrashib keldim. Ems pay chekini nimishq setib etdingiz? Bizning to'y qilmoqchi bo'lganligimiz ikki cho'ng jamiyatning birlashganligidan derak berdi. Transport korxonasi biz ikki cho'ng jamiyatning birdan-bir o'rtaq mulkimiz. Biz uni setib etsak, Toni xavf his qilmaydi. Nazargacha shundoq. Shunsiz o'rinlashtirishdan ilgari meni o'rningiz qo'yib ekansiz-da. To'g'ri dedan qadrligim. Mentirlashma, bo'lmasa uni o'ldirib etaman. Michael, mening o'tdan o'g'lim shumi? Bilamsizlar, men nimani o'yladim? Men so'g'ib tushib ketgan ishtigan kinodagi ikki tarafdan tirkashgan ko'rinishni o'ylab qoldim. Sizlarning kayfiyatinglarni buzg'im yo'q. Biroq kinoning natijasi toza yaxshi emas. Shundaqla davomimi yo'q? O to'g'ri dedi. Biz o'qchi qilsak bo'lmaydi. Biz so'zlashgili kelgandan keyin nemishqa ochig'imizni beso'ylab, Qur'onni tashlamaymiz. U bosh bo'lgandan keyin sen avval tashla. Sen tashla. Sen avval tashla. Sen tashla. Sen tashla. Sen tashla. Michael, gapimga quloq sol. Opam bilan men bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rishimiz. Sening yolg'on gapingga u ishongan bilan men ishonmayman. Meni uni senda tatib olish xiyolim yo'q. Endi meni aldayman dema. Sen odamni vayron qilding. U chaqda men kichik bo'lgach amal qilmagan edim. Mana endi cho'ng bo'ldi. Voy, Mayli. oh, sizdan emas. Michael, apandini tutib ketibdi. Michael, mumkin emas. Apandiga tuyuqsiz hujum qilgan shu. U nimani qilmoqchi bo'lsa menga deydi. Mashinaga chiqib andin so'zlashaylik. Uning men qanday qaraydiganligini bilmayman. Dadam yaxshi odam edi. Hamma odamga ko'ngil bo'ladi. Menga ko'ngil bo'ladi.
O yaxşı adam idi. Biroq o ham joyli adam idi. Ayni chaqda uni ketishga hech kim zo'rlamagan. U o'zi ketgan. Sen cho'g'ilding, tushunishing kerak. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar. Men sening otangning o'rnini olmayman. Sana menga fursat yo'q. Michael, qurolni tashla. Yaqin kelsam uni o'ldirayman. Bunday qilish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi o bolam. Men sening bolang emas, menga emas. Men sening dadangni to'liq tushunib ketmasammi? Biroq o qachon voz kechishni biladi. Sen uningdan o'rganishing kerak. Duva ehtiyot qil. Men bu o'rindan bezar. Yaralandingizmi? Yo'q. O yaralandi. Men bova, sizning uskungiz. Nega? Transport korxonasining paychigini setibasiz. Men sizni bo'lamaydigan chig'i debdiman. Meningcha biz opangga tang ega bo'lsaqla. Shu kifoya. Michael, Unaqa yetish bo'lmaydi. Mening fikrim yo'q. Opam baxtli bo'lsa bo'ldi. men nihoyatda baxtlik. Azaldan bunday baxtlik bo'lib boqmagan. To'g'ri, bu mavsum to'y murosimi o'tkazishga toza bo'lib keladi. Jam bo'lish, muhabbatlashish, yana tinchlikmi bor? Bek to'g'ri dedingiz, Vel. Albatta, men degan maslahatchi tursam. Servana. Menga tegan, ma'qulmi? Men sizning mushuk ipingizni kutgan edim. Sizlarning tunji bolanglarning qiz bo'lishini orzu qiling. Rahmat. Siz ashundaq turmushni sevganamsiz? Yo'q, u odamlar bir-birini paltish bilan bo'ladi ekan. Bu mening odatim emas. Shundaqmi? Sizmi partlitish amroq edingiz-ku? To'g'ri. Men o'zim partiltishni yaxshi ko'raman. Boshqalar partlasa ahamiyati bo'lmaydi. Kechiringlar, kechikib qoldim. Men faraz qilishimcha siz bizni kasbiy maslahatchilar shirkati qilib qurib chiqmoqchi. Undaqa emas. Men o'zimning ortiqchiligini oxir sezdim. Men Ko'pchilik berishga javob tayyorlab qo'yinglar. Men shirkatimizning maslahatchisi bo'lmoqchi. Bu ko'pchilikka beradigan taklif. Dasha, biz sizning mijozingizga taqobil tura oladigan bo'ldik. Qanday chog'da siz bilan korimiz bo'lmasligini, qanday chog'da sizga suvoq suv chiqadiganligimizni bilib oldim. Meningcha bo'lmaydi. Uning bilan koringiz bo'lmasin. Kovik, men sizning moda qo'g'ilishidag'ligingizni bilaman. Biroq bu oyiqingiz modadan qolgan ekan. Men ilishib beray. Xo'sh. Biroq men yaxshi ko'raman. Nega? Hojat yo'q. Jon, siz hammadan muhim. Bel, xayr, xo'sh. Kay,